Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Surxondaryo viloyati Angor tumanidamiz hozir. Indenium savdo markazini hamma yaxshi biladi. Shu savdo markazidan bu yoqqa qarab yurishda chorrahaga yetmasi yo'lning chap tarafida Bobo Motors brendida ishlab chiqarilgan mototsikllar sotadigan Bobo Motorsning rasmiy filiali mavjud. Bu yerda hozir katta skidga ketyapti. Mana kabinali muroviylar bor. 8 kilolik hamda 1 tonnalik elektromuroviylarimiz bor sotuvda. Bir boshdan narxlar bilan tushuntirib ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu modelimiz pol kabinali, to'liq zaryadda 50-60 km bo'lgan masofani bosib o'tadigan, tepasida shunaqa yoritgichlar bo'ladi. Bakoylarda ham hatto powerchiklari bor. Zapaska ballonlari hamda qo'shimcha ustiga yuk ortish uchun sharoitlar mavjud. Ushbu skuterimizning narxiga qiziq bo'lsa, narxi skidka narxida. Vaqtida 10 million 900, 10 million 800 gacha sotilgan skuterimizni 10 million 200 ga skidkaga tushirganmiz. 10 fevralgacha davom etadi skidkamiz. 250 kg-gacha bo'lgan yuk ko'tarishga mo'ljallangan ushbu modelimizda qisqa obzorni qilamiz. Akkumulyatori 20 amperdan 5 ta bo'ladi. Bluetooth kolonkalari bor, kaskalari bonusga qo'shib beriladi. Narxiga qiziq bo'lsa, narxi 7 million 500 ming so'mga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu skuterimizning orqasida ham odam, ham yuk tashishga mo'ljallangan. Kichkina bozor ichiga kirib bemalol bozorga chiqishga mo'ljallangan. Shuningdek bizda Sportbike ham sotuvda mavjud. Ikkita Largo brendida ishlab chiqarilgan 250 kubalik Zonshel motorlik. Tormozlari jidkislik bo'ladi. Narx qiziq bo'lsa, narxi $1900. O'zini zavodskiy akrapuvchilari bilan o'zlari o'rtacha unchalik shovqin emas. Narxlari skidka narxida $1900 bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Akalarimiz bor, samosval elektromuroviy xohlaydigan. Ushbu mototsikl elektromuroviyimiz samosval varianti Largo brendida ishlab chiqarilgan. Bemalol 1 tonna yuk oladi. Narxi qiziq bo'lsa, narxi 17 million 16 million 800 da sotilgan. Hozir skidkada 15 million so'mga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Mana yana Bobo Motors brendida ishlab chiqarilgan bir modeli. Shunaqa oldi shamol qaytaruvchi oynalari, kaskalari, Bluetooth kolonkalari, telefon qo'ygichlarigacha mavjud. Ushbu to'ychog'imiz akkumulyatori 32 amperdan 5 ta bo'ladi. Yuk olish hajmi 350 kg-gacha bo'lgan yukni bemalol oladi. Orqasida bemalol odam tashish hamda yuk tashishga mo'ljallangan. Yuk ko'tariladi, bagajnikka aylanadi. Hamda qistirgichlar bor, ushlab qoladigan. Bemalol ko'tarib olib, yuk tashish uchun mo'ljallangan. 350 kg-gacha bo'lgan yukni bemalol oladi va orqalari, eshiklari ochiladi. Orqa zarishning dugalarigacha bor. Ushbu skuterimizning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu skuterimiz skidka narxida 8,5 million so'm. 8,5 million so'mga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi skuterimiz Bobo brendida ishlab chiqarilgan X5 modeli. Ushbu skuterimiz to'liq zaryadkasi bilan 40-50 km-gacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Akkumulyatori 20 amperdan 5 ta kaskalari bonus sifatida qo'shib beriladi. Bluetooth kolonkalari bor. Albatta, narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 6 million 700 ming so'm. Uni yonidagi Skillmax brendida ishlab chiqarilgan X6 modeli. Bu modelni Hoji modeli deb ko'pchilik atashadi. Sababi Hoji bobo, Hoji momolar ko'p minishadi undan. Juda hadovoy, yumshoq model. Ushbu skuterimizda ham Bluetooth kolonka, kaska shunaqa narsalar albatta mavjud. Narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 7 million 600 ming so'mga skidka narxida bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Va shuningdek, Largo brendida ishlab chiqarilgan 2 g'ildirakli katta skuterlarimiz 120 kg-gacha, ya'ni 150 kg-gacha bo'lgan yukni bemalol, ya'ni bu degani 2 kishi. 2 kishiga mo'ljallangan skuterimiz. Bu ham albatta skidka narxida. Vaqtida 7,5 million 8 milliongacha sotilgan skuterimizni hozir 6 million 400 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Skidka narxida. Mana yana bizda Skillmax brendida ishlab chiqarilgan 151 modeli. Bu vashi berskiy model. Tormozlarni ko'rishingiz mumkin. Qo'lni jidkislik bo'ladi. Orqasi ham, oldi ham jidkislik.
bachoklari bo'ladi. Bu 200 kilogrammgacha bo'lganlikda bemalol tortadi. Motor quvvati 1000 vattlik, miyasi ham 1000 vattlik bo'ladi. Kaskasi bonusga bo'ladi albatta. Ushbu modelimizning narxi skidka narxidan 7.800.000 so'm. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Yana undan tashqari bizda tank, Bobo tank original modeli bor. Bu 150 kubalik originali bo'ladi. Telefon qo'ygichlarigacha bor. 100 ga rasxodi 5 ta. Yana yo'l holati, yuk holatiga qaraladi. Ushbu skuterimiz ham skidkaga tushgan. Narxi 11.500.000 so'm. Va yana shuningdek klassik shaydolar uchun G-Fox brendida ishlab chiqarilgan original mototsikl. Motorlari G-Fox brendida, ya'ni Lifa motor bo'ladi. Narxi qiziq bo'lsa, narxi 16 million so'm. Klassika haqiqiy original mototsikl. Bu ham G-Fox brendida ishlab chiqarilgan 50 kubaturalik. To'ychog'imiz 100 ga 1 rasxod qiladi. 100 ga 1.5 litr. Narxi qiziq bo'lsa, narxi 12 million so'm. Va shuningdek bizda elektromobillarimiz, elektr skuterlarning kerakli zapchaslari, zaryadchiklari, motorlari, reduktorlari, shunaqa balonlari, barcha jihoz zapchaslaridan mavjud. Ventilyatorlargacha bor, mana orqa bachoklarigacha bor. Kerakli zapchalar bizda sotuvda mavjud. Va shuningdek Tanxo brendida ishlab chiqarilgan 1 tonnalik elektromobilimiz. Bu ham skidka narxida 12.700.000 so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimcha narsalar, zapas balon, dampirat, kaskalari bonus sifatida bo'ladi. Va 1 yil mobaynida ushbu do'kon atrofida bepul servis xizmatlari mavjud. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek bizda veloskuterlarimiz ham bor sotuvda. Ushbu veloskuterlarimizga ham katta chegirma e'lon qilganmiz. Shunaqa telefon qo'ygich bo'ladi. Old tormozi, orqa tormozi jitkislik bo'ladi. Akkumulyatori 20 amperlikdan 4 ta bo'ladi. To'liq quvvatda 50-60 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tasiz. Skidka narxida 4.300.000 so'mga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari veloskuterlarni yana bundan tashqari 2 turi bor. Ularga ham katta chegirma e'lon qilganmiz. 4.5 million sotilgan veloskuterlarimizga 3 million so'mga skidkamiz. Narxi 3 million so'm. 10 fevralgacha chegirmamiz amal qiladi. Balon diametrlari ko'rishning katta veloskuter bu 3 million so'mga. Skuterlar hammasiga katta chegirma e'lon qilganmiz. Ushbu Bomba brendida chiqqan bu skuterni juda ko'pchilik mindi. Sifati yaxshi. Uncha-munchaga uyaltirib qo'ymaydigan model. Narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu modelimizni 5.5 million sotganmiz. Hozirda Bomba brendida chiqqan skuterimizni 4.200.000 so'mga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Va shuningdek yozgi qishki sezonlar uchun pol kabinalarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Surxondaryo viloyati, Angor tumanida. Shahar boshlanishi. Ushbu tarafdan qarashingizda Termiz tarafdan kirib kelishi, bu taraf Indian tijorat savdo markazi ro'parasida. Va shuningdek biz elektr motorollarimizga skidka e'lon qilganmiz. Shu motorolimiz bir to'liq zaryadi bilan 70-80 km bo'lgan masofani bosib o'tadi. Akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, 68 amperlikdan 5 ta akkumulyator. Ushbu motorollarning shot spravkasi bor bizda. Bemalol xarid qilib, shot spravkasini bepul olishingiz mumkin. Narxi 10.200.000 so'm. 10.200.000 so'mga katta 500 kg muraverimizni xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek kabinali elektromobillarimiz bor. Ularga ham katta chegirma e'lon qilganmiz. 19 million, 18.5 million sotilgan elektromobillarimiz kabinaligini 17.800.000 so'mga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ushbu mototsikl muravellarimiz hammasining shot spravkasi bor. Bemalol xarid qilib shot spravkasini bepul olishingiz mumkin. Nasib bo'lsa bizda skidkalar fevral oyini 10-sanasigacha davom etadi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Qisqa savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. 99 kodi bilan 3 5 45 71 bemalol aloqaga chiqasiz.